Assalomu alaykum. Voy, men bu yoqqa qarab olayim. Menga mana o'tiravering doktor, siz ko'rmaysiz bar. Men o'zim anaqa qilaman. Hozir bu xolamiz bor. Bu xolamiz men birinchi kun ko'rganimda, birinchi massajdan tirildim dedilar. Bu nima uchun tirilgansiz aytasiz xola? Kelishdi-ya? Nima uchun tirildim? Ko'zlarim ochildi. Hech kimni ko'rmayaptim. Quloqlarim ochildi. Birinchi kelganda quloqlar, ko'zlar boshqacha o'yatuvdi. Birdan, shunday shu mashinada yotib keldim. Qayerdan keldingiz o'zi? Samarqand. Samarqand. Samarqand uydagilar nima deyishdi keyin? Videoda ko'rsatib beradi, nima bor. Ko'rsataveradi, ha. Lekin 85-yil bir qizim bordi, telefonni ko'tarib keldi, "Ena ma'lum quloqsan" dedi. "Sizni kasalligingiz hammasini shu doktor aytyapti." Mana men sizga bir ko'rsatib qo'yay, haliga nabiralari ko'rsating degan ekan. Mana shu xolamdan aytavering xola. Keyin hammasi birga bo'lib ko'ndi. Ko'ndirdingiz. Men dedim, eng yomoni sistitdan qutulishim kerak. Yotib qolsam ham mayli dedim. Ana sistiti meni azob beryapti dedim bolalarimga. Nima bo'ldi keyin sistit? O'zgardimi? 5 kunda yaxshi bo'ldim. Qoldimi? Ha. U tez qolib ketibdi xola. O'zim ham hayron. Kechalari turib ustimni yechib necha marta borardingiz? Bilmay qolardingiz. Divandan tushsam, o'zi javrab qolaydim. Yoshi o'tgan xolalarda, yoshi o'tgan onaxonlarda shunaqa bo'ladiki, siydik yo'llarni ushlolmay qoladi. Siydik qopini ushlolmay qoladi, yo'llarini ushlolmay qoladi. Shunday yo'talsa, sakrasa, yursa yoki bo'lmasa bir qaltiroq qilsa chiqib ketib qolaveradi. Shunaqa narsa bo'lgan xolamizda ham uni 3 kunda, 5 kunda qoldi deyaptilar. Birinchi men ko'rgan paytimda, hayotga qaytdim dedilar. Birinchi kun ko'rganimda haliga bitta hassa bor edi. Mana hassani ko'tarib yurdilar. O'zi bu hassani hazil ko'tarib yursizmi? Endi men oyoqlarim ishlamay qolgan edi. Endi yana ikkinchi kursga kelasiz deyapti. Kelasiz deydimi? Ana uydagilarga borib yana nima deysiz endi? Haliga ishonmang debdi-ku. Hammasi ishonib kutib o'tiribdi. Kelyapti olib ketgani. Kelyaptimi? Ishonishdimi aka? Ishonishdi. Endi kasal bo'lsalar shu yerga borma, boshqa hech joyga bormanglar deb. Qarang, bunday qilamiz xolajon. Ne qilamiz? Zo'r ko'rsatsinlar hassa. Yurib berasizmi yo'qmi? Yuralyapman. Qani? Oyoqlar qotib yurmay qolgan. Men necha yillardan beri shu ahvolda 20 yil bo'lib qo'ydi bolam. Shu sisitga ham, davlinaga ham-da. Bo'ldi, bu shu qilib yursang bo'ldi. Ana ikkita professor ko'rinib qolsa qolib qarayapti. Demak, hassasini yurilyapsiz bemalol? Yurayapman. Faqat Kimga picha ishlamay qolganim uchun. hali birozgina quvvat to'liq bo'lmagan, quvvatlar to'liq qaytmagan. Negaki yosh ancha-muncha 20 yil bo'ldi degani uchun 20 yil bo'ldi degani uchun ko'p sekin bo'ladi xola. Lekin o'zgaradi, kelishdiga. Ishoning, zo'r qilib o'zgartirsak bo'ladi. Tana ishga tushib ketib qoldi, ancha tana ishladi. Yana shuni davom ettirtiring. Aytganlaringizni eshitganim uchun hayron qolyapman. Tana ishlaykan. U ishlaydimi aka? Men yotib qolaman deb qo'rqaydim bolam. Yurib ketasiz xola, ishoning yurib ketasiz. Kelishdiga. Chopib ketsa bo'ladi. 80 yoshda qizim aytdi, ikkinchi kursdan keyin shunday siz borib biz aytganlarni qilib yuring, uyda qilib yuring. Mana biz tushuntirgan narsalar bor, qilib yuring, ko'rasiz, o'zgarib ketadi. Mana hozir 10 kun bo'ldi, ozgina o'zgardingiz. Yana 20 kun uyda dam olasiz yana. Ozgina deyman. To'liq o'zgardi. Men yuragim ham tez urib qaraydi. Keyin boshlarim aylanishidan bir kunda 2 marta skor kelaydi. Bir kunda 2 kun 220 ga 110 da yuraydim. Hozir bir yil necha marta skor keldi? Skorma o'zlarim. Shuyda. Qarang, unda oldingida bezovta qilmadimi davlini? Yo'q, unda bezovta qilmadim. Ba'zi bitta odamlar skorga kunlab qatnaydigan odamlar bor, kunlab skor keladigan odamlar bor. Oldin biz davolagan shunaqa bo'lardi. Bir xolamga 2 kun marta skor kelar ekan har kuni. 2 marta keldi. Sizga bilan, keyin keldi, davolanib ketdi. 2 yilda kelmay qolibdi, 2 yil davomida kelmay qolibdi keyin. Shunday, o'zi bundan keyin skor kelmaydi o'zingizga. Kelishdi? Meni o'libdi deb ham gap chiqarishuvdi. Kim? Qayerlarda? Endi shu tirilganimga hamma kutib o'tiribdi. Ana, qo'l tashan xola. Bo'shashtirma xola. Kelishdimi? Bolalarga aytdim. Ana o'lmadi deb qo'yinglar. Bu yoqqa kelganda shunday gap chiqaribdimi? Shunda oldin shu qishda bo'ldi-da, shu. Qishdami? O'tgan yil qishda
bir o'zimda qaynatamni ismidan Bomuratovaning kelini o'libdi desa, deganalarim yig'labdi. Men hayotman deng. Umring uzoq bo'lsin deyishdi. Ha, hammasi zo'r bo'la qolajak. Kelishdi, ha? Nasib bo'lsa faqatgina qaytarish kerak, davom ettirish kerak buni sekin-sekin. Biz aytgan narsani qilib turing. Tana sekin ishlab ketgan. Endi to'liq ishlab boshlang, bitta ishlab ketaveradi. Shu qizimiz nima desa aytganini qilib turish kerak. Yo'q endi meni ko'p anavi gaplar telefonda topolmasligingiz mumkin. Shu doktorlarimiz nima desa aytganini qilib turing. Kelishdi, ha? Mana anavlar bemalol o'tirib turing. O'tirib turasiz. Bemalol oyog'ingiz o'zini ko'taradigan bo'ladi keyin. Eshitding? Oyoqlarim men qochib ketgan ekan. Masaj qizlarimiz shunchalar qaladi. Voy, dod dedim. Bo'shadimi? Bo'shadi. Bitta xolamiz bor edi. Birinchi kursda faqat yotib olgan masajda. Ikkinchi kursga ham sal qo'zidan qo'zg'aldi. Uchinchi kursga o'zi qatnab olyapti hozir. Shu xola ham ishlab keldi. U sizdan ham og'irroq edi. Uni chopib ketasiz xolacham. Kelishdi? Bo'ldi, men anida ko'pchilik kutib qoldi. Mendan ham odamlar kutib turibdi. 2 kundan beri Alloh taolo xayr qilsin. Hamisha qo'llasin. Rahmat. Bunday joylarni ko'p joylarga oching. Samarqandlarga. Samarqandga ham boramiz. Ha, dars bergan. Ha, u qancha shifokorlar meni alladi. To'xting, nima deb bo'ldi? Parkinson bo'lyapsiz deydi. Qo'llarim qaltirab boshladi. Parkinson deydi. Parkinson emasmikan? Yo'q. Mana. Parkinson emas ekan doktor. Ha, haligi hamma har xil narsa deyishi mumkin-da, lekin siz harakat qilingki, siz Parkinson emasan, soppa-sog' odamsiz. Soppa-sog' mana bor, aytaman-da, shaqa bor. Ha, joy yo'q deng, lekin joyiga telefon qilib berasiz, kelishdi. Salomat bo'lasiz, Alloh taolo xayrli qilsin. Men yana